Qo'moq savodashlar, bugungi hikoyamiz o'zingga tamanno qo'yma. Atiyaz kunlarning birida bir kirpa atiganligi dalida aylanib yursa, yiroqdan bir toshqon kelib qopdi. Kirpa toshqonga qarab salom beribdi. Toshqon kirpining salomini ilik olmoqda yo'q, masxara qilib, "Ha, kirpa, nega borsan?" deb so'rabdi. Toshqon taqsir, bugun havo intayin yaxshi ekan, sayohatga mangdim deb javob beribdi kirpa. Toshqon uni mansitmagan holda, "Sening putlaring maymoq, ballaring do'ng'oq turib, qandoq qilib sayohat qila olaysan?" debdi. Kirpining achchiqi kelib tursimi, kulib turib, "Taqsir, mening putim maymoq bo'lsa-mu, yuguradigan bo'lsam, men sizdan o'tib ketman" debdi. Toshqonning g'azabi o'rlab, "Kela amsa chilishib boqayli" deb varqirabdi. "Bo'ladi, men atiganlik chiyimni tig'i ichmadim, ichib chiqquncha kutib turing" debdi kirpa. Shunda qilib, toshqon bilan kirpa ikkisi yugurishadiganga kelishibdi. Kirpa uvisaga kirib, yana bir saptishini chaqirib, "Bo'lchaqqan tayyorlan, biz toshqon bilan musobaqaga tushadigan bo'ldik" debdi. Saptishi cho'chigan holda, "Biz toshqon bilan yugurishda qandoqdan kelalaymiz?" debdi. "Hay ahmoq ekansan, men toshqon bilan u boshqa boraman, sen bu yerda tursan. Toshqon yoningga yetib kelganda, men allaqachon kelib bo'lgan deb turaver" debdi. Shunda qilib, toshqon bilan kirpa esasining boshiga berib, keyniga burilib yugurishni boshlabdi. Shu vaqtda toshqon bor kuchi bilan yugurib, pallaga yetib kelib, yana bir kirpini ko'rib hayron qoldi va "Sen qachon kelding?" deb so'rabdi. Kirpa "Men allaqachon kelib bo'lgan" debdi. Toshqonning achchiqi kelib, "Kela, yana bir qitim chipishib ko'rayli" debdi. Kirpa "Bo'ladi" deb yugurishga tamshlibdi. Bu qitim toshqon bor kuch bilan qo'yindek chipibdi. U pallaga yetib qarsa, heliqi kirpa o'z joyida turgudek. Shunda qilib toshqon bir qancha qitim yugurgandan keyin mag'dursizlanib, yo'lda yiqilib o'libdi. Ikki kirpa toshqonning o'ziga tamanno qo'yib, o'z beshiga chiqqanligini masxara qilib, o'z o'ziga qaytishibdi. Hikmat: o'zingni hamon boshqalardan ustun chaqlavarsang, arzimas ishlar sababli kursing tushib ketadi. Shunga hamon kamtar bo'l. Kamtarlik kishining zar bosgan libosi. Uyg'ur